Xo'p, endi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi darsimiz endi hurmatli o'quvchilar, ya'ni personal pronouns. Okay. Xo'p, birinchi navbatda endi personal pronouns o'zi nima? Qani maslaga bitta savol berardim. Xo'p, endi personal pronouns ya'ni kishilik olmoshlar hisoblanadi. Personal ya'ni shaxsiy kishilik degan, ya'ni olmoshlar degan ma'noda biladi. Xo'p, endi bizda personal pronounsda shunaqa joy borki, ya'ni personal pronouns o'zi ikkiga bo'linadi. Qanaqa holat? Ya'ni ham ko'plik, ham birlik. Xo'p, endi birlikdagi personal pronouns qaysidir? Ya'ni ko'plikdagi personal pronouns qaysi? Xo'p, birlikda esa I, you, he, she, it. Xo'p, pluralda esa we use. Endi siz aytasiz, ustoz, bu yerda singularlardagi, pluraldagi ikkasi you nimaga aynan bular birlik ham ko'plikda ishlataveramiz deysizku. Hammalarga, ya'ni darsda ham yozdirganman, ya'ni you'ni kamdan-kam holatda, ya'ni birlikda ishlatamiz. Baribir you'ga nisbatan, ya'ni arni, ya'ni qaysi yordam shakl ishlataversak ham ketaveradi. Buni esdan chiqarmang. Xo'p, I degani bilasizlarki, ya'ni men degani, ya'ni shaxsan o'zingizga nisbatan ishlatasiz. Xo'p, you, san degani, ya'ni sizlab yoki ya'ni inglizlar hech qachon ya'ni sizlamaydi, ya'ni sansilamaydi. O'shaning uchun faqat sizlagan uchun, ya'ni siz deb gapiradi faqat birlikka nisbatan. Ammo lekin undan keyingi gapimiz esa, ya'ni yordamchi fe'l, ya'ni auxiliary verbs esa, ya'ni bizda har doimda ko'plikda bo'ladi. Xo'p, he, she, it. Xo'p, he, she, it ya'ni birlikda bo'ladi. Ya'ni he ni biz ishlatganmizki, ya'ni he ni o'g'il bolaga nisbatan, ya'ni muzkoy rod, ya'ni she ni esa qiz bolalarga nisbatan, ya'ni женский rod, it esa narsa buyumlarga nisbatan, ya'ni padishlarga nisbatan, har qanaqa misol uchun narsa buyum, hayvonlarga nisbatan, ya'ni mushuklarga nisbatan hammasiga ketaveradi. Faqatgina birlikda ishlatamiz. Esdan chiqarmaslik kerak. Xo'p, endi ko'plikdachi we, ya'ni biz degani biz yoki bizlar. Xo'p, you, siz yoki sizlar. They esa ular. Xo'p, ularni ya'ni theyga e'tibor berish kerak, chunki ustoz bu yerda biz uchun they deb biz uchun faqat odamlarga nisbatan ishlatamizmi deyish mumkin. Yo'q. Bu yerda ya'ni ham odamlarga nisbatan, ham hayvonlarga nisbatan, ham narsa buyumlariga nisbatan ham they ishlataveramiz. Chunki shuni ya'ni esdan chiqarmaslik kerak. Ko'p kishi ya'ni testda oladiki, xatosida misol uchun two chair bo'ladigan bo'lsa, ikkita ya'ni stol bo'ladigan bo'lsa yoki ikkita olma bo'ladigan bo'lsa, to'xta deydi, bu biz uchun narsa buyumga nisbatan ishlatamiz-ku deydi. Biz unga nisbatan itni ishlataveradi, chunki u ikkita turibdi, ammo lekin uni ko'pligini ko'rib turibdi. Ammo lekin buni birinchi navbatda miyasi keladi, buni narsa buyumga yoki boshqa hayvonlarga nisbatan ishlatamiz-ku deb itga ishlataveradi. Ammo shu joyda исключение holati, ya'ni istisno holati bor. Ya'ni istisno holat emas, bu yerda ko'plik bo'lgani uchun biz theyga ishlataveramiz. Qo'rqmasdan turib, uni ham theyni ham narsa buyumlarga nisbatan, ham odamlarga nisbatan va ham hayvonlarga nisbatan ishlataverasiz. Ya'ni agar ular ko'plik bo'lsa, 2 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib turib, ya'ni narsa buyum bo'lsa ham theyga ishlataverasizlar. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Xo'p, keyingisi. Endi mana ko'ryapsiz, ya'ni odamlarga nisbatan, ya'ni he, ya'ni odam bo'lgancha, ya'ni erkak kishi bo'lgancha, ya'ni he ga nisbatan ishlatyapmiz. Endi o'g'il bola bo'lgancha, ya'ni he ga nisbatan ishlatasiz. Endi ayol bo'lgani uchun, misol uchun 30, 40, 50, 80, 100 ga kirgan bu ishdan qat'iy nazar, ya'ni u she ga kiradi. Endi qizlar deydigan bo'lsa, kichkina qizchalar bo'ladi, boshqa nimalar qiladigan bo'lsa ham, biz uni misol girl deb ishlataveramiz, ammo uni biz she ga nisbatan ishlataveramiz. Farqi yo'q. U katta ayol bo'ladimi, kichkina qizcha bo'ladimi, biz uni she deb olishimiz kerak ekan. Xo'p, endi hayvonlarga nisbatan aytyapti, ya'ni itga, ya'ni bird, sizlarga aytganda hozir, ya'ni bird, ya'ni qushlarga nisbatan ishlatyapti, ya'ni horse, ya'ni hayvonlarga nisbatan ishlatyapti, yoki yerda surilib yuradigan yoki yerda kemiruvchilarga nisbatan mouse deyapti, ya'ni sichqonlarga nisbatan ishlatyapti, yoki tiger, xo'p, yo'lbars, bu ham bunga nisbatan ham ya'ni itni qo'llayapti. Xohlasa misol uchun bu yerda bir donagina olmani yozib qo'ysa ham biz uni itga olamiz, chunki u narsa buyum bo'lyapti. Anaga faqat birlikda bo'lsa, o'shanga esdan chiqarmasiz kerak. Keyingisi endi narsa buyum, mana sizlar ko'rib turibsizlar, ya'ni it, ya'ni ball, ko'ktok bo'lgani uchun ham it ishlatadi, ya'ni kitob bo'lgani uchun, ya'ni book deb olamizda, ya'ni itga ishlatyapsiz, rubber, ya'ni nima deymiz,
ya'ni ingliz tilida ya'ni rubber deymiz, ya'ni xat kushar deymiz-ku, aynan shunga nisbatan, ya'ni biz ya'ni itga nisbatan ishlatamiz. Hop, bu yerda stol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni stol yoki stol, xohlasangiz parta deyishingiz mumkin, xohlagan nima uchun narsa buyum bo'ladigan bo'lsa, biz uchun uni biz ya'ni itga nisbatan ishlatyapmiz, ya'ni chairni. Esdan chiqarmaslik kerak. Aynan shu narsalar sizlarga kerak bo'lib qoladi. Chunki ertaga testlarda, boshqa holatlarda, xohlasangiz misol uchun maktab darsliklarida, boshqa holatlarda ham siz shunga e'tibor berishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p. Aynan bu narsani sizlarga tashlab qo'yaman hozir, chunki esda saqlashingiz uchun. Mana. Xo'p, endi keyingisi. Ya'ni endi mashq ishlaymiz. Qani bir shunga doir bitta mashqni ishlaylikchi. Tepadan xohlasangiz foydalanib turib, bemalol ishlashingiz mumkin. Xo'p, birinchi mashqni birgalikda ko'rib chiqishimiz ham mumkin. Xo'p. Ketdik. Xo'p, Peter bu yerda o'g'il bolaning ismi bo'lgani uchun esdan chiqarmang, ya'ni he ishlatamiz yoki she mi? Albatta, sizlar bilganlaridek, ya'ni o'g'il bola bo'lgandan keyin unga nisbatan ya'ni he ishlatamiz. Hop, hat, ya'ni shlapa, shapka, boshqa holatlar bo'ladi. Aynan shunga nisbatan, ya'ni narsa buyum bo'lgani uchun, ya'ni ko'plik bo'lmagani uchun biz it ishlatamiz. So, girl, endi qiz bola, hop, qiz deyapmiz, yo'q xolos qiz bola. Farqi yo'q, ammo lekin bu ya'ni qizlarimizga nisbatan ishlatganimiz uchun biz buni she'ga nisbatan ishlatamiz. Hop, endi beshinchisiga ko'ringlar, ya'ni buses, ya'ni avtobuslar. Ya ustoz, bu yerda avtobuslar turibdi-ku. Bu yerda biz uchun biz it ishlatamizmi? Yo'q, bu yerda it ishlatmaysiz. Bu yerda faqat ya'ni they ishlatasiz. Chunki bu yerda ko'plik bo'lyapti. Ko'plikdagi ot bo'lgani uchun bu yerda they ishlatamiz. Sizlarga hozir aytib o'tgandek, ya'ni theyni ham narsa buyum, ham hayvonlar, ham ya'ni insonlarga nisbatan ishlatamiz deganda. Qani 6, 7, 15 gacha. Qani ishlanglarchi? Qolganda bo'la qolinglar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qani bo'la qolinglar. Ishlanglarchi? Okay, you and I. We ishlatyapmiz. Hop, apples. Okay, they, Abdullah. Correct. Foziljon. Hop, he, it, she, they, we, it, he. Hop, endi 7ga siz it ishlatyapsiz. Bu yerda bitta xatoingiz bor. Ya'ni apples bu yerda ko'plik-ku. Ko'plik bo'yicha they ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Hop, he ishlatyapsiz. To'g'ri, ya'ni octopus. Hop, octopusdan siz octopusga nisbatan it olgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bu yerda o'rtasida bittasini applesni tashlab ketibsiz. Hop, he, they, she. Option chaqash bo'lib ketdi. Hop, Peter, he, okay, Muqaddamjon. Hat, it, girl, buses, you and we, apples, they, octopus, it, he, boy, he, Kim and Joy, John, they, woman. Hop, woman bu yerda ko'plikda turibdimi yoki birlikda turibdimi? Ya'ni birlik bo'lgani uchun biz theyni ishlatamiz. Bu yerda nima ishlatamiz? She'ni ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Agar woman bo'lganda, ya'ni ko'plikdagi ot bo'lganda siz theyni ishlatardingiz. First it, hop, Tom and I, we, to'g'ri, snake, it, witch. Endi bu yerda yalmog'iz kampir. Yalmog'iz kampir ham bu ham odam hisoblanadi. O'shaning uchun she ishlatasiz. Esdan chiqarmang. Xo'p, Muhammad Alixon oxirgisi she, it, we. Okay. First, xo'p. Narsa buyumlarga nisbatan she ishlatmaysiz, it ishlatasiz. Okay. Correct, Nozma. Zebaxon. He, it, she, they, Abdullah. Xo'p, ne. Oxiridagi 15ni itni to'g'rilab olishingiz kerak, chunki it bo'lmaydi. Bu narsa buyumlarga nisbatan bo'lmayapti. U yog'imiz kampir. Odam ham u ham. Ana shu yangi yilda kutasizlar-ku ko'p kishi. Xo'p, 13ni siz we opsiz. To'g'ri. 12ni first it. Xo'p.
They, he, it, okay. Hozirjon, we, apples, they, okay. She, it, we, it, she, they, okay, ozoda. Nigina, she, endi bu yerda nigina he emasda she olingda oxirgisini. Yalmog'iz kampir ayol kishi. Erkak kishi yalmog'iz kampir bo'lmagan hech qachon. Xo'p, Oqilxon oxirida it bo'lmaydi. Oxirida she bo'ladi. Yalmog'iz kampirni she'ga aylantiring. Nazokatjon, siz ham it bo'lmaydi, she bo'ladi. Ko'ryapsizlar, aynan shu joyda lug'at boylik kerak. Lug'at boyligingiz yaxshi bo'lsagina, o'shanda bemalol ishlay olasiz. Xo'p, iroda ham ko'p xato bo'lyapti. Oxirida it bo'lmaydi, she, octopus, it, boy, he. Okay, correct. Xo'p, Fahriddin 15 ni yana xatopsiz. It bo'lmaydi, she bo'ladi. Okay, correct. Correct. Obidxon, Isaxon. Correct. Elmurod, it's correct. Xo'p, oxirida endi qarang. She, it, he. Xo'p, bu yerda ko'plikka nisbatan she ishlatasiz, ya'ni ko'plikka nisbatan ze ishlatasiz. Esdan chiqarmang. Xo'p, 12 da ze qilishingiz kerak. Farzana correct. Abdullah. Okay. Xo'p, 12 ni Tom and I bo'lgancha farzana ze bo'lmaydi, bu yerda we bo'ladi. Esdan chiqarmang. Xo'p, she, they, Kim and John, ya'ni ko'plik bo'lyapti bu yerda. Ikkita bo'lgani uchun ze ishlatamiz. Elmurod, octopus, it, boy, he, apples. Ko'plikda bo'lgani uchun bu yerda it bo'lmaydi, ze bo'ladi. To'g'ri Abdullah. 13. 13 ni yozmabsiz, ha? Aytgancha bo'ldi. 13 ni to'g'rilab qo'yishinglar, xo'p. Xo'p, xato. Irodasining ham xato, chunki oxirida it bo'lmaydi, chunki u ko'plik bo'lyapti, u qiz bola bo'lyapti, yalmog'iz kampir. O'shaning uchun she ishlatamiz. Keyin she, it ishlatasiz. Xo'p, ko'plik ham bo'ladi, they ham bo'ladi. Correct. Okay, thank you very much. Boshlaymiz. Yaxshi, ancha yaxshi tushunasizlar. Xo'p, endi ya'ni bugungi mavzu, ya'ni ikkinchi mavzu sizlarga aytganda ko'p mavzu o'tamiz. Xo'p, to be fe'li, ya'ni to be fe'lini bilasizlarga, ya'ni to be ni ma'nosi o'zi bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Misol uchun bitta misol ishlatadigan bo'lsak, ya'ni I want to be a doctor. I want to be deysiz bo'ladi. I want to be deysiz bo'ladi. Yoki ko'proq bizda speakingda ishlatayotgan paytimizda I want to be deb ketadi. Chunki bu yerda speakingda, ya'ni Amerikan shevasi yoki British shevasida bemalol gapirib ketaveradi. Ammo degan joyi bor. Xo'p, bizda ya'ni writing yozayotgan paytda yoki speaking gapirayotgan paytda, ya'ni shevada gapirishga to'g'ri kelmaydi. Chunki kamdan kam holatda gapirishingiz mumkin. Ya'ni bizda informal bo'lmaydi. O'shaning uchun biz ko'proq formal ishlatganimiz uchun to'g'ridan-to'g'ri I want to be deb ketishingiz kerak. Xo'p, to be fe'li, ya'ni bilasizki bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Xo'p, endi biz buni parchalab olamiz. Aynan hozir sizlar o'rganganinglarda, ya'ni personal pronouns o'rgandinglar, aynan shunga biz endi qo'yib yuboramiz ichiga. Ya'ni qanaqa holatda? Endi to be ni biz bo'lib oladigan bo'lsak, xo'p, ya'ni am, is, are bo'ladi uning ichida. Misol uchun I ga I am bo'ladi, you ga you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are ishlatamiz. Xo'p, endi aynan bu shakli esa dara shakli. Misol uchun I am a doctor. Man doktorman. Xo'p, bu yerda you are student. Xo'p, siz studentsiz yoki sizlar studentsizlar desak ham bo'laveradi. Xo'p, she ga nisbatan, qiz bolalarga nisbatan she is a nurse, ya'ni u hamshira deyishimiz mumkin. Yoki it is a dog, u it deyishimiz mumkin. Xo'p, we are pilots deyishimiz mumkin. Biz uchuvchilarmiz deyishimiz mumkin. Biz uchun xohlagan gapingizni bemalol ishlatabiliriz. Misol uchun they are donkeys, they are horses deyishingiz mumkin. Biz uchun ular otlar deb ishlatishingiz mumkin. Farqi yo'q. Ya'ni theydan keyin biz uchun am, is, are ishlatyapmiz.
aynan bu narsalarni ya'ni birlik chekkadan bo'lib chiqamiz. Chunki hop I am ga ya'ni har doim I am ishlatamiz, hop you ga nisbatan are ishlatamiz, he she ga nisbatan is ishlatamiz, hop we use ya'ni ko'plik bo'lgani uchun har doim are ishlatamiz. Hop he she esa birlik bo'lgani uchun biz is ishlatamiz. Hop aynan shu daraxt shaklida ya'ni qisqartirma shakli, ya'ni short form deyiladi. Short formga nisbatan ya'ni I am ya'ni a harfini qisqartiramiz, m ni ya'ni m harfini yozamiz. You dagi ya'ni you are bo'ladigan bo'lsa, ya'ni a harfini qisqartiramizda, uni joyiga apostrof qo'yib turib are ishlatamiz. He is dagi ya'ni I harfini qisqartiryapmiz, ya'ni apostrof qo'yib turib s ni o'zini ishlatamiz. He she itlarda. Hop we use da ham xuddi shunaqa, ya'ni a harfini o'chirib yuboramiz, uni joyiga apostrof qo'yib, ya'ni are ya'ni endi bu holat qachon ishlatamiz deyishingiz mumkin. Bu holat ko'proq bizda ya'ni informal gapimizda ishlatishingiz mumkin ekan. Chunki informal gapda bemalol ishlataverasiz. Chunki bizaga ya'ni multi-level deysizmi, ya'ni bizda IELTSda kamdan-kam holatda yozasizda, ammo lekin ya'ni multi-levelda bizaga kerakli bo'ladigan joylarda ya'ni informal letter ham yoziladi. Bizda ya'ni writing yozayotgan bo'lsa, ya'ni biz aytamizki, ya'ni insho deymiz, ona tilida deyapti, ya'ni ingliz tilida writing deymiz. Ya'ni writing yozayotgan paytda siz 3 ta writing yozishingiz kerak. Birinchisi informal, ikkinchisi formal, uchinchisi esa ya'ni blog post deyiladi yoki xohlasangiz formal bo'lishi mumkin, farqi yo'q, bemalol yozib ketaverasiz. Ammo ya'ni informal holatda esa short form holatini ishlatishingiz kerak bo'lar ekan. Endi negativ shakli, ya'ni man deysiz mumkin. Misol uchun man o'qituvchi emasman deymiz. I am not a teacher. Ya'ni bu yerda not so'zini ishlatyapmiz, ya'ni inkor so'z bo'lyapti. Esdan chiqarmaslik kerak. Misol uchun you are not student, siz student emassiz. He is not a doctor. U doktor emas. She is not a nurse. U hamshira emas. It is not a horse. U ot emas. Misol uchun u boshqa narsa deb ketishingiz mumkin. We are not misol uchun teachers deyishingiz mumkin. Qolgan bitta so'zni ishlatasiz. You are not misol uchun siz you are not misol uchun students, hop teachers deyishingiz mumkin, doctors misol uchun nurses deyishingiz mumkin. Qolgan so'zni ishlatib ketaverasiz. Ya'ni undan keyin ko'plikdagi ot ishlatishingiz mumkin, hop birlikdagi ot ishlatishingiz mumkin, farqi yo'q. Bemalol turib, misol uchun he she'tlarda misol uchun birlik ishlatasiz, we use'larda esa ko'plikdagi otni ishlatib ketaverar ekansiz. Hop short form bilan ko'rasizlarmi? Short formda faqat qarang. Ya'ni I am not so'zi, ya'ni faqatgina qisqartirma shaklida esa bir dona ya'ni istisno holati bor, ya'ni I am not da istisno holati bor xolos. Boshqasida ya'ni bunaqa holatda, ya'ni birinchi am is are dagi is ni are ni qisqartirmaysiz inkor shaklida. Faqat I am da qisqartirasiz xolos. You are you are deb ko'rasiz, ya'ni not ni qisqartiryapti. Hech qachon biz uchun are ni qisqartirmayapti. Yoki is ni, ya'ni is ni hech qachon qisqartirmaydi, ya'ni not ni o'zini qisqartiryapti. We use degan nisbatan are not bo'lyapti, ya'ni not ni o'zini apostrof qo'yib, ya'ni t deb ishlatyapsiz. Buni sizdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni bu inkor shakli. Xo'p, endi biz so'roq shaklini ishlatadigan bo'lsak, xo'p, so'roq shaklida bilasizki, ya'ni so'roq shaklida am is are, ya'ni har doim personal pronounsdan oldin kelishi shart. Chunki bu so'roq shakli hisoblanadi. So'roq shaklida biron kishiga savol berasiz. I am a student. I am a student. Ya'ni men studentmanmi deb o'zimga o'zim savol beraman. Yes deb bemalol savolga javob ketaveramiz. Xo'p, are you a doctor? Siz doktormisiz? Desa, hamshiraga yoki kasalxonaga borgan paytingizda, boshqa holatga borgan paytingizda siz aytisizki, biron bir ya'ni xalat kiygan odamni, siz doktormisiz degan ma'noda, ya'ni are you a doctor? Yes, I am a doctor deb u ketaveradi, savolga javob ketaveradi. Ammo shu joyda e'tibor bering, ya'ni har doim am is are, ya'ni to be fe'lidan oldinga chiqishi kerak ekan, hech qachon undan keyinga emas. Inkor shaklida esa not so'zini ishlatishingiz kerak har doim. Direct shaklda esa misol uchun so'roq gap ham bo'lmaydi unda, ya'ni not so'zni ishlatmaysiz, har doimgidek o'zini ishlatamiz. Xo'p. Endi men sizlarga shu narsani tashlab qo'yaman. Sizlarga kerak bo'lib qoladi hozir. Xo'p. Ana gruppaga tashladim. Bemalol ishlashingiz mumkin. Endi shu shaklda bitta test ko'raveramiz. Mashina bitta ishlab ko'raylikchi. Xo'p.
Aynan hozir tashlagan narsamdan foydalanib turib, bitta mashq ishlaymiz. Gruppaga tashladim. Qani? Ishlanglarchi. Birinchi navbatda long form turibdi, ikkinchi navbatda yana short form. Ya'ni long form holati yozasiz, short formda bo'lsa short form, ya'ni qisqartirib turib yozasiz. Esdan chiqarmang. Long form esa uzun holatda yozishingiz kerak. Bizcha it is a doll deyapti, ya'ni it is a doll, ya'ni it's ayni kamroq aytyapmiz, ya'ni short formda esdan chiqarmaslik kerak. S'ga ko'proq urg'u tushyapti. Ikkinchisi zeymi? Zeyga nima ishladim? Zeyga emiz ardan qaysi birini ishlasak, o'shani ishlatinglarcha bo'laxoninglar. Okay, Mohadilxon. Is, are, is, rm, is, they are, he is, we are, I am, hope, she is. Okay, Faridin. Okay, correct. Nazime, they are, he is. Okay, correct. Hasan boy, bo'laxon tezroq. R'da ya'ni n, ya'ni to'g'rilab yozishingiz kerak. Ya'ni r bo'ladi, r bo'lmaydi. Is, s apostrof, to'g'ri. R, s bo'lyapti. To'rtinchisi r'da s bo'lmaydi. Esdan chiqarmang. R'niki ya'ni r bo'ladi. I am niki ya'ni apostrof am, is apostrof. Okay? I am, she is, Hasanboy is correct. Hope is, are is, am is, they are. Okay, correct. Hope Muqaddamjon. Are, okay, correct. Hasanboy, they are, okay. Azbek, correct. Zeboxon, are is, am is, okay. Also the Hope, they are, his, we are, okay, correct. Dilmurod, are is, am is, Hope, okay. Bitta bu yerda nimasini qo'yib qo'yishingiz kerak, Dilmurod, ya'ni apostrofini esdan chiqarmaslik kerak. Hop, are, Poljon. Nazgotjon. Correct. Qani bo'laqulinlarcha qolganlari. Zohirjon. They are. He is, we are. Okay, correct. Qani bo'laqulinlar tezroq. Farzana, they are dancers, so he's a teacher, we are girls, I am Tony, he is a singer, okay. They are dancers, correct, Farzana. Other people. Okay, thank you very much. Boshladik yana. Xo'p. Endi bu mashqlarni qani yana bittasi beramiz. Yana mashq ishlaymiz. Xo'p.
Qani bu mashinani bir ishlanglarchi. Hop, fill in am is are, ya'ni am is are bilan to'ldirar ekansiz. Hop, birinchi navbatda aytyaptiki I am a dancer and you are a singer. Ikkinchisi we are yoki we ismi yoki we am yoki we are mi? Qaysi birini ishlatamiz? Hop, albatta sizlar bilasizlarki we ga nisbatan are ishlatamiz. We are football players and they are acrobats deb ishlatasizlar. Qani qolganlarni 3, yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's go. Böyle qilinglar tezroq. Ishlaylarchi. Qani böyle qilinglar tezroq. Bahreddin. Okay. You are for correct. 7. Okay, correct, Fardin. Dibon correct, Nazma. I am, he is. Correct, Nazma. We are, they are, he is, she is. And you are, I am, we are, you are, I am, you are. Okay. Correct. Also the begins with R, hop, M is R, okay. N must M bo'ladi, hop. Correct. John. Correct. Muhammad Ali Khan. Correct. Abdullah. Correct. Azbek. Nazikatjon. Mana this. Bo'la qolinglar tezroq. Qani qolganlar bo'la qolinglarcha. Tezroqlashinglar. Odamjon. He is, she is, I am, he is, you are. Okay, correct. Faziljon. Correct. Qani bo'la qolinglarcha, Foziljon. Bo'la qolinglar tezroq. Hop. Başta bo'la qolinglar. We are, you are, he is, she is. Okay, correct Farzana. He is, Imlo xatolarni qo'yibsiz, to'g'ri qo'yasiz. Okay, correct. Thank you very much. Hop. Endi aynan bugungi darsimiz, ya'ni personal pronouns va to be edi, chunki ikkasi bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun sizlarga, hurmatli o'quvchilar, bu darsni o'tib beryapman. Hop, endi shu kanikul davrida astoydil harakat qilib, bemalol darajasini yana bir pog'onaga, ya'ni o'stirib olishingiz mumkin yoki ya'ni aynan shu kanikul, ya'ni hammaga kanikul paytidan foydalanib, bemalol astoydil harakat qilib, natijangizni hattoki bilmaydigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham bir marta qaytarishingiz ham mumkin ekan. Hop, buni esdan chiqarmang.
Xo'p, xudo xohlasa ertaga harakat qilsak, ertaga dam, xudo xohlasa dushanba, ya'ni juma kundan yana darslarimizni boshlayveramiz. Hammaga sihat salomatlik, yangi yillarni yaxshi kutib olinglar. Endi yangi yilni deganda, ya'ni noto'g'ri tushunmaslik kerak, to'g'ri, ya'ni to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni oddiy yangi kun sifatida bemalol qabul qilishingiz mumkin. Ya'ni har doimgi kunimiz. Yangi yil, yangi kun deymiz, nafaqat yangi yil deb emas, yangi kun deb nishonlayveramiz. O'shaning uchun bemalol, ya'ni nishonlab turib, o'zizga yaxshi kundagi, ya'ni bemalol maza qilib dam olib, o'sha kuni ya'ni keraksiz narsalar bilan shug'ullanmasdan, kerakli, xohlasangiz dars qiling, xohlasangiz aslida harakat qiling, natijamni o'stiraman deb aslida harakat qilib, bemalol o'zizni, ya'ni hozirgi pog'onangizni yana bir pog'onaga o'stirishingiz ham mumkin ekan. Buni esdan chiqarmanglar. O'shaning uchun, xo'p, qolgan o'quvchilarni ham, misol uchun qatnashmayotgan, ya'ni bugun to'g'ri ba'zilarga, misol uchun uydagilari, misol uchun achasiga ketgan bo'lishi mumkin, boshqa holatlar bo'lishi mumkin, shuning uchun ba'zilar kira olmagan bo'lishi mumkin. Ammo bugun ham yaxshi bo'ldi, ko'proq o'quvchilar kirishdi, yaxshi deymiz. Xudo xohlasa ertagamiz juma kuni yana darslarimizni qo'yamiz. Aslida bo'linglar, xudo xohlasa mana kecha sizlarga aytgandek, ya'ni YouTube kanalimizdan ochildik. Ya'ni YouTube kanalda aynan shu darslarni mana translyatsiya qilyapmiz. Ya'ni yozib olyapman bemalol, ya'ni gruppaga, ya'ni YouTube'da ko'rishingiz mumkin ekan. Gruppaga ham tashlayman, ya'ni ham YouTube'ga tashlayman. Bemalol ochib turib foydalanishingiz ham mumkin ekan. Buni esdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Yangi yilda nima niyat qilsangiz, hamma narsaga erishinglar. Doimo sog' salomat bo'linglar. O'zingizni ehtiyotlaninglar. Ya'ni mavzular tashlayman, yana gruppaga testlar tashlayman, mashqlar tashlayman va reading listening tashlayman. Yana o'qib, eshitib o'rishingiz kerak bo'ladi. Hammaga rahmat yana bir marta.